Kelyapti, turing, kelyapti. Uncha vahima qilasiz, oyijon, kim kelyapti? Sizni ammingiz meni qaynopam kelyapti. Ya, ayam yurak qonga to'layapti. Chota uyga ammam kelyapti. Tez uylarni yig'ishtirib, tapday naqday qilib tashlang. Uylar toza bo'lmasa meni haydab yuboraman. Ben не только sizda kerak bo'lsa, meni ham haydab yuboradi. Zinglang, teklan, raslan, erkan. Ha, kelinjonni qaynonasi hammanjonni ammoli ekanda. Dadasi, erkak kishisiz-ku, opangizga biror narsa deng. Ya opayz deverma. O'zi opam ko'rgandan beri oyog'im ishlamay qoldi. Choy. Hozir deb kelaman, ammajon. Davno damlab kelyapti opajon. Hozir yelkalaringizni ham masaj qo'yaman opajon. O, ammajonim kecha kelmangizda ayam dadamga shunday gap qaytardi. Ha, kelin, chota duxingiz o'sib qoldimi? Ha, yo'q, bolam, u prank edi-yu. Voy opajon, kechiring, boshqa qaytarilmaydi, opajon, kechirib qoling. Ha, kelin, sir qovlamay ovqatga ham qarang, sigirlarni ham sog'ib qo'ying. Voy, xo'p bo'ladi, oyijon. Ha, kelin, sizni shohingiz bormi? Xo'p bo'ladi, opajon. Alo, nima? Voy, o'lmasam hozir boraman. Voy, opajon, yaxshi yetib yaxshi boring. Voy, oyijon, ammajon, yumshoqqina ayol ekan, uncha qo'rqasiz? Voy, bilmadim, har safar shu qaynopam kelsa, qaynonam tirilib kelganday bo'laveradi. Voy, nima shoshib ketdi o'zi? Ha, ammamning qaynopasi kelyapti ekan, uylarni tozalagan ketdi. Amma keldi, hamma keldi degan shu bo'lsa kerak-da. Xo'sh, ammam kelyapti.